Endiki mavzu hürmetlik vatandaş, Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Şinjan'da korugan qayta terbiyeleş lageri meselesi doğrusida qattiq sual so'roqqa duch keldi. Mavzuli xabar 11 ayning 4 gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik Huquq Komiteti haftaning 2 kuni, ya'ni 6 kuni Jungoning kishilik huquq xotirasi to'g'risida muhokama olib bordi. Növbəti Jungo Uyg'urlarni zo'r ko'lamda nazarband qilganligidan iborat bu ish to'g'risida qattiq so'roq qilinadi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir mutaxassislar guruhi mundaq hisobladi. Şinjan'da 1 milyondan artıq Uyg'urlar va boshqa asonliq musulmonlar Jungo yasab chiqqan yig'ilish lageriga qamalib, atalmış qayta tarbiya qabul qilyotdi. Jungo mushabti echiladigan yig'inga Jungoning kishilik huquq ahvol to'g'risida bir parcha doklad topshirdi. Har qaysi ellar diplomatlar bu fursatda savol qo'ydi. Bunun içinde bazı meseleler allaqachon Birleşken Devletler Teşkilatı'na topshirildi. Fransiya agentligi yakshanba kuni, yani 4 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika o'tirib qo'ydigan bir masala mundaq. O'tgan 5 yildan beri umumiy zada qancha odam Şinjan'da, yani mustamlika Uyg'uristonda zo'rlik bilan nazarband qilindi. Bundan başqa Amerika Jungoning energi, asayishlik ichidagi diniy e'tiqod faoliyatlarini qonunsizlashtirganligini tushuntirib qo'yishni talab qiladi. Demak, Uyg'urlarning doimiy faoliyati, diniy e'tiqod faoliyati, Jungo nemishqa bu faoliyatni qonunsiz faoliyat dedi. Buni tushuntirib qo'yishni Amerika talab qildi. Qaltis gapda mana. Gap bu yerdan chiqdi. Mesela dinde kanunsuz dini faaliyet, kanunluk dini faaliyet deydiğen faaliyet olan dağın. Dey şu din. Beşinin ahırıqışı dey şu din. Onunla kandaqsıga bu kanunluk faaliyet, bu kanunsuz faaliyet deydiğen gap bu. Mesela Xitay şundaq ayrıgan eken, o kanun nime? Dini itiqad faaliyetini kanunsuz faaliyet desen, o kanun nime? Uyghur için etkan Uyghur sual koyuş gerek ki kimden kanunu kim tüzgen sen kim? Neden keldiğine tecemmeli Xitay. Lakin Amerika koşmuşlar. Hazır ne mi deydi? Sen dini kanunu, dini itiqad faaliyetlerini kanunsuzdan, kanunsuz buluşun sebeplerime düşendirip koydu. Hem de Uyghur adamlar Şinjan'da siyasi cihette qayta terbiyeleş, lagerlere kamaldı. Qaysi derecelik emeldarlar bu siyasetke mesul, Amerika bunu mu talep kıldı? Amerika ve Germaniya Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Şinjan ve Tibet'e ümmek evetip, Jungo'nun asallıklarını zor külem nazarband kılıp, dini itiqad erkinligini, çekligenligini tekşirişini talep kıldı. Manama otandaki gap. Eğer Amerika Qo'shma Shtatlar müştetilab yani qattiq siyosatda chın turib, cho'qim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir aylaga Tibet ve Şinjan'a, mustamlika Uyg'uristonga tekshirish ümmetlerini evetip, tekshirishini talep kıldı. Angliya Jungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy kamsitish tekshirish gruppasining taklifini qachon amaliyleştirdiganligini Jungo'dan so'roq qildi. Bu teklifte Jungo'nun her qanday qonunning sirtida qurilgan nazarband qilish o'rinlari qonunning ayblishidan o'tmagan. Lekin kishilar nazarband qilish, so'roq qilish va ularga jinoyat bekitishni to'xtatish talab qilingan. Irqiy kamsitish qonunida. Xalqaro umumiy kechirim kishilik huquq tashkiloti tadqiqotchisi Patrik Bon Fransiya agentligi mundaq ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik Huquq Komiteti Jungo hukumatiga aniq signal berish kerak.
Şinjan Uyghur Abdunum Rayonida, Müstemlike Uyg'uristonda sistemlik ilib berayotgan bostirishni jumladan nazarband qilingan 1 milliondan ortiq Uyg'urni va boshqalarni bostirishni to'xtatishni talab qiladigan signal yetkazish kerak. Xalqaro kechirim tashkilotining rahbari Patrik Bon hozir bu lagerni to'xtatish kerak. Bostirishni to'xtatish kerak. Buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan talab qilish kerak dedi. Bir Amerika taraf, Germaniya taraf tekshirish avatdi Tibetlashigan. Müstemlik Uyg'uriston. Amnesty kishilik huquq tashkiloti nima dedi? To'xtatish. Demak, buning ma'nosi jazo lagerini bekor qilish kerak. Xalqaro kishilik huquq tashkiloti kishilik huquqni ko'zitish xalqaro tashkilotining nopozlik tadqiqotchisi Maya Wang mundaq ko'rsatdi. Şinjan masalasida Jungo hukumati xalqaro jamiyatga javob berishga qarzdor. Mustamlika Uyg'uriston masalasida Jungo hukumati xalqaro jamiyatga javob berishga qarzdor. Kishilik huquqni qo'llash arboblari har qaysi taraflarning mushabti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetining yig'inida Jungoga besim ishiltishga chaqiriq qildi. Jungo hukumati va Jungo hukumatini qo'llaydiganlar atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarida tarbiyalanayotgan kishilarning nemishqa uyiga qaytalmaydiganligi, nemishqa advokat bilan ko'risholmaydiganligini, nemishqa oila tabobat bola chaqasi bilan ko'risholmaydiganligini, qachon erkinlikka ishonadiganligini bilmaydiganligini, voy kechiringlar, qachon erkinlikka erishadiganligini bilmaydiganligini tushuntirib qo'yishini rad qilib keldi. Bu talablar o'tirib qo'ydi, tushuntirib qo'yinglar dedi, lekin Jungo va Jungoning qo'llovchilari buni rad qilib keldi. Şinjandan qochib chiqqan Uyg'urlar mundaq deyishdi. Majburiy mingish, Xitoy tili o'rganishga majburlash, och qo'yish, qiynash, davomli urush bu jazo lagerlarida doimiy ishladi.